Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Men keldim. Men Pashti Penzadan Samaragacha keldim 350 kilometr joyga. Mana prosta tishim mana milklarim qizarib, shamolga yomon bo'lib qoldi. Birikta negativ yozyapsizlar reklama deb. Mana reklama emas, kecha video qo'ydim, shamolda tishim og'riyapti deb. Shu bola shuncha yo'lga boribdi-da, to'g'risi. Agar reklama bo'lsa, u pulli bo'ladi, chiroyli qilib qilinadi, to'g'risi ham. Endi rahmat shu bolaga, shuncha men oldimga boribdi. Tishlarimni qarab qilib bersa, men qaytib o'sha joyga olib borib tashlab keladi. O'sha yerdan yana men peshkom ketaman. Ko'ngillar to'q bo'lsin. Prosta 1-2-3 kun, necha kun bo'lsa ham tishimni qarab davolab. Ungacha men bu yerda bekor o'tirmayman. Mana o'sha fitnes gaplashdi hozir kirishimizda. Ertadan fitnesga ham chiqaman, qadamimni o'sha yerda ham qilaman. Keyin yana o'sha joyimga qaytarib olib borib qo'yadi. O'sha olgan joydan, o'sha yerdan yana qaytib peshkom kelaman o'zim. Razmanga ishonmayotgan bo'lsanglar, bir ikkita negativlar bor. Uzr, prosta hozir miyam loq-loq og'riganiga hech nima sig'mayapti ko'nglimga. O'sha bolani kommentariyasi sal miyamga yana urdi. Sizlarni yaxshi ko'raman, rahmat kim meni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, men mard qizman, gapimda turaman har doim. O'shaning uchun aytyapman, agar sizlarga yoqmagan bo'lsa, shu 350 kilometr, 3000 kilometrning ichidan, 3500 kilometrning ichidan 350 kilometr yurib keldim. Qaytib borib o'sha yerdan peshkom kelaman. Omad hammaga.